tog' tagida joylashgan bir qishloq bor ekan. O qishloqda yashaydigan bitta oddiy, sodda bir odam bor ekan. U odamda bitta ham qo'yi, bitta ham moli yo'q ekan, lekin har yili bahor payti kelganda kuzning oxirigacha o'sha inson mollar uchun emish yig'ar ekan, hashak yig'ar ekan. Buni ko'rgan odamlar ustidan kulishar ekan. Bunga zarilmi? Bunga nima foyda? Bitta qo'yi bo'lmasa, bitta moli bo'lmasa, emish yig'adi, hashak yig'adi deb kulishar ekan. Boyagi bahordan kuzgacha emish yig'gan odam kuz tugab qish kelgan paytda qishloqdagilarga o'sha yig'gan emishini, hashagini arzon narxda, arzimagan pulga sotib olishlarini taklif qilar ekan. Odamlar boyagi emish yig'gan odamni emishini sotib olishmaskan, unga e'tibor ham berishmaskan. Boyagi odam ham qilgan ishdan afsuslanmas ekan, yana emish yig'ishda davom etar ekan. Bu narsa 3 yil, 4 yil takrorlanibdi. Boyagi odam 3 yil, 4 yilda juda ko'p emish yig'ibdi, hashak yig'ibdi. Bir yili bahor paytiga kelganda hammani emishi, yig'gan hashagi tugagan paytda qishloqda qor bosibdi. Qor shunchalik baland yog'ibdiki, hatto odamlar eshak va otlarda ham yura olmabdi. Hammani emish tugagan, qayerdan olishni bilmay, o'sha insonni bitta ham qo'yi, bitta ham moli bo'lmagan insonning oldiga yalinib borishibdi. Arzon paytda sotib olmagan insonlar, bitta ham qo'yi yo'q, bitta ham moli yo'q deb kulgan insonlar, bunga zarilmi deb kibr qilgan insonlar o'sha bitta ham qo'yi va moli bo'lmagan insonning oldiga emish so'rab yalinib boribdi. Boyagi inson arzon narxda qishloqdagilarga sota olmagan emishni qor bosganda 3 baravar, 4 baravar qimmatga sotib boyib ketgan ekanda. Endi men bu bilan nima demoqchiman? Alloh juda ham yaxshi biladi-da, qaysi bandasiga qachon yaxshilik kelishini. O'shaning uchun sizga yaxshilik kelmayaptimi? Sabr qilib turing. Nimagaki Alloh uni undan ham chiroylilashtiryapti-da. Undan ham kattalashtiryapti. Kelmayaptimi? Demak kattaroq bo'lib keladi. O'shaning uchun sabr